Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Şinjangda hozirgacha Koni tash qoral davrining oxirgi mazgiliga mansub bo'lgan nurg'ulg'an izlar bayqalgan. Bu izlar Şinjangning Koni tash qoral davri madaniyati arxeologiyasidagi madaniyat tipi va madaniyat xarakteri bir qadar aniq bo'lgan Koni tash qoral davriga xos madaniyat izlari bo'lib hisoblanadi. Tədqiqatlardan məlum bo'lishicha, qadimgi Qashqar va Oltish bo'stonligida bundan 10 necha ming yillar ilgariki Koni tash qoral davrining oxirgi mazgillaridan boshlab qadimgi insonlar faoliyat qilgan. Ular o'zlari yashagan jug'rafiyalik muhitga mos holda tirikchilik qilgan. Ham shu davrga xos madaniyatni barliqqa keltirgan. Altishdan tepilgan Altish odamining toshga aylangan bosh so'ngigi Koni tash qoral davrini, hatto bu joyda yashagan insonlarning uningdan ilgariki vaqtlarda bu zaminda yashaganligidek haqiqatni dalilladi. Altish odami degan bu nom Altishdan tepilgan odam bosh so'nggi asosida borliq kelgan bo'lib, bu Altish odamininki tepilgan joyi hozir men bu turayotgan, ya'ni Altish shahridan 7,5 kilometr yiroqlikdagi Og'u yesining ochiq kenti tavasida. Bu yerning dengiz yuzining egizligi 1200 metr egizlikda. Bu Altish odamining toshga aylangan bosh so'nggi shu Bo'g'oz daryosining 3-qatlam palampidan tepilgan bo'lib, bu joyninki yil geologiyalik yil davri yangi hayotlik erasining 3-davriga tava. Bu izning, ya'ni Altish odamining toshga aylangan bosh so'ngining tepilishi Şinjang rayonidagi Koni tash qoral davriga oid arxeologiya sohasidagi bir bo'shliqni to'ldirib qolmasdan, balki buningdan 10 necha ming yillar burunla Şinjang rayonida qadimgi insonlarning faoliyat olib borganligini isbotlab berdi. 81-yili Altishning Og'u yesiniki ochiq kentning aroq zavodi qurilishini bino qilish jarayonida toshga aylangan jismlar bayqalgan. Bu naytlarning ahamiyatli ish bo'lganligi, unda odam nasli ilgari yashagandan baldirq nasli bayqalib qolgan. Keyin buning degan arxeologiyachilik, insonshunoslik, ilgari geologiya nuqtasidan tadqiq qilib buningki umumiylik. Onun asasen bizim bunun degan karbon 14 orqali bu yana yer qatlamida emas, geografiyalik o'rni ham tadqiq qilamiz emas bu. Bo'libmi karbon 14 orqali buning yil davrini bundan 17 ming yil ilgari. Yana toshqoral, Koni tash qoral davriga tavada bir qanday bekitildi. Hamda hozir qadar shu Şinjang tavasida bunda baldur bayqalg'ini boshqa yerda bayqalib qolmadi dedi. Bu keyingi arxeologiyalik xizmatlarimizda balkim bayqalishi mumkin. Hamda dastlab Altishda bayqalgandan keyin shu yer nomi bo'yicha Altish odami deb narsa bekitib qo'yibdi. Bu bosh so'ngak bayqalgan chog'da uning har qaysi so'ngak parchalari chechilgan holatda bo'lib, hozirgi odam bosh so'ngining so'ngak orlig'ini jipsalash o'lchamiga asosan dastlabki tekshirishda bosh so'ngak egasining yoshi 20 yoshdan to'van bo'lishi mumkin deb mo'ljallangan. Bu Altish odamininki toshga aylangan bosh so'nggi dastlab qitim tepilganda çok sönkü, Manglay sönkü ve Eskital çik sönkü tepilgan. Onundaki 1983 yılı 7. ayda Beijing Tabiat Muzeyi, Şinjang Muzeyi, Şinjang Geologiya İdaresi ve Şinjang Geologiya Qidiriq tekshirish atrofda qatorliq bir qancha o'rinlardagi
fan tədqiqat xizmətçiləri bir guruh təşkil qilib, bu yerga kelib təfsili bir tekshirish olib bo'lgan, keng ko'lamda qazish va tekshirish olib bo'lgan. Shu vaqtda yana 3 tal bosh suyak bayqalgan. Shuning bilan shu jami 7 tal bosh suyakni birlashtirib asli keltirish orqali otish odamining ustinki bosh qismini yerim suyankini asli keltirgan. Atuş adamının baş söngeni Şinjandan tepilgan dastlabki tömür qurallar davridagi odam baş söngegi bilan silishtirganda baş söngak yanala bir az toshqa aylangan bo'lib, yil davri bir qadar burun bo'lishi kerak. Bu baş söngakda ibtidoiylik ro'shan ifodalanmagan. Muz davrinin ahiri kelgan chog'da, yani 30 ming yillar burun, shu yer qatlamida emasdan tog'lar muz davri irg'andan keyin, shu bir xil bo'saloq shakllangan, lav daraxtlar shakllangan. Undan keyin azaq tergo'ya. Endi u chog'da kishilar terg'ochilik shug'ullanmaydi, dehqonchilik shug'ullanmagan, azal o'chiqlik shug'ullanadi. Tog' qaptallari, o'rmonlik, suv quruqlikni tepgan. Endi shu chog'dagi insonlar degancha tog' qaptildagi g'orlarda o'nqurlarda yashagan. U chog'dagi og'ini ekologik mazasi asosan uchchilamchi Ironniki oxiri deymiz. Endi bunda asosan muz davrining oxiri muzliqlar erib hayotlik barpo shuncha qilib irada hayotliklarni unda shu odamlar ko'ng tashqi davriga endi qadam qo'ygan chog'lar. Atuş adamının taşqa aylangan baş söngenining tepilishi elimizning qadimqi insonshunoslig'i. Şinjanning uzoq tarixdan burunqi va bu rayonning to'tlamchi davridagi geologiyasi to'g'risidagi tadqiqotini ilgari surishda cho'ng rol o'ynaydi. Atuş adamının taşqa aylangan baş söngüning Atuş şəhəri Ağoyesi Açıq kəntidən tepilganlığı Qashqar və Atuş rayonunda bunundan 17 min yil muqaddam mushu rayonda ibtidai inson iznalari mavjud degan ilmiy haqiqatni ko'rsatib turibdi. Bu rayonda ibtidai inson iznalari kaynimdagi Ağo tog' qatlining atrofidagi Ağo kentini asos qilgan necha ming kvadrat kilometr doiraga tarqalganligini faraz qilmoqimiz ancha tas emas. Demak, 1981-yildan ta hozirgacha bo'lgan 35 yil jarayonida Qashqar va Atuş rayonida qandaq ibtidai inson iznalari bayqalgan? Atuş Boğaz eqinining sol tarbi, ya'ni Taxtuyunga 2 kilometr keladigan joyga joylashgan Pop Tüşk nomi bilan atalgan bir qadimiy iz bo'lib, Atuş xalqi bu joyni intayin ulug'lab kelgan. Bu yerdan qezvilingan tepilmalar bu joyda ibtidai insonlarning faoliyat qilganligini ko'rsatib beradi. Muş joydan tepilgan shu o'qiya beshi Pop Tüşk ibtidai inson iznalarining bir qismi deb aytishga bo'ladi. Uchqirliq bu o'qiyaning uchi. Keyniga bir o'qiyani shu nemisini dastisini kirgizib qo'ydigan bir tüşk buningda chiqarilgan. Shunday chaqda o'qiyani atgan chaqda o'qiya uchib shu dal qaraliga yerga olib boradi. Bu tepilmalarning bu yerda bayqalishi Pop Tüşk ibtidai inson iznasining töven qatlamida yangi tosh qurollar davri. Yuqorilab mengishi bilan birinchi qurol hatto metal qurollarni ishlatgan davriga to'g'ri kelishi mumkin deb qaralmoqda. Mana abayqi uchqirliq o'qiyaning boshqaga hargiz o'xshamaydi bu. Bu shunday chaqda abayqi uchqirliq o'qiyadan 1000 yil muqaddam yoki bir ikki ira muqaddam yasalgan o'qiya deb qarashga bo'ladi. Masalan, mana hamda abayqi o'qiyaning uchqirliq mana shu asosan g'ish shaklda, yopiloq shaklda qilib yasalgan. Tosh pichoqmi shu yerdan bayqalgan. Mana keski chuzi mana bu. Mavu keyni tarafi bu yay şekilli qilib
insonlar mush toshni surkash orqali mana mush tosh pichoqni yasagan. Ayni vaqtda metal qurollar bo'lmag'achqa mana mush tosh pichoqda go'shtni surkab kesadigan ba'zi yog'och o'mbol naslini mushningda kesadigan bu mush narsimi mushadan bayqaldi. Paptush ibtidoiy inson iznasining ustida tosh pichoqning bayqalinishi mushu yangi tosh qurol davrining to'liq paketi deb qarash bo'ldi. Atuş şəhərdən 25 kilometr yiroqlikda Ağu yesi su ambirining yuqori qirg'ig'ida 20 mo'ga yaqin doirani egallagan tog' usti qal'asi bor. Bu qal'aning g'arbiy tarbi egiz, sharqiy tarbi past, yantu holati bo'lib, 2 metr qalinlikdagi sepil tom shaklida qo'rg'onga ilingan. Bu o'rinda sapal parchalari va qadimgi tangilar hozirmi uchrab turadi. Bu qadimiy qal'adan ko'na tosh qurol davriga oid nurg'un tepilmalar qazib olingan. Tosh pichoq, tosh bilay va ko'zlarning qoldiqlaridan bu yerda insonlarning faoliyat olib borganligini ko'rib olishga bo'ladi. Tog' usti qal'asidan tepilgan konkret narsalar mana masalan sapal buyumdan boshqa mush narsalar tepildi. Bu narsaning odatda tup-tug'laqqa aylangan. Mush tug'laq shaklining umumiy ko'rinishini qaragan chaqda buni ajdodlarimiz ayni vaqtda jip egirish uchun ishlatgan bo'lishi mumkin deb qarash bo'ladi. Otishdagi qadimgi do'ldirqum o'tan xarobisining qarshi qirg'ig'ida Bachang eg'izining so'l tarafidagi qoptol ustida Bachang ibtidoiy inson iznasi bayqalgan. Bu joydagi tepilmalar Otish diyoridan tepilgan ko'na tosh qurol davriga vakillik qila oladigan tepilmalarning xili ko'p qismini egallaydi. Bu rayondagi ba'zi joylarning ko'l va izna qatlami 3 metr atrofida. Har bir qatlam bo'laklaridagi ibtidoiy tosh qurollarning shakli bir-biridan farqlanadigan bo'lib, insonlarning yashash muhitini tadqiq qilishda qimmatli material bo'lib hisoblanadi. 1994-yili kech kuzda shu bachangliklar o'miq tushgan mezgilda men mushu taqaptiliga chiqib baqay deb chiqsam mushu atrofda bir suv eqitib ketgan bir eqim bor ekan. Shu eqimning ichida bir ibtidoiy insonlar ishlatgan bir tosh tangni tepilib qoldi. Bu tosh tangning mana mushu rasmda ko'rsatilgandek mana bu tosh tangni dastlabda tug'uloq edi. Keyin men elish jarayonida 4-5 parchalab ketdi. Mushu tosh parchasidan biz tosh parchasining ustiga shu ibtidoiy tangning ustiga ayni vaqt ibtidoiy insonlar go'shtni o'lgan narsa yemeklik narsani mushuning ustiga qo'ygan ekan. Buningda bir qavat tosh 5 milli 1 santga yaqin shu qo'ygan narsalari qetib qolgan narsa ekan. Uningdan boshqa bu rayonni 94-yildan tortib toki 2014-yilga qadar qidirib ancha-muncha tekshirdim. Bu tekshirish jarayonida mana shu tosh pichoq monet tosh ketmen deb ilingan ekan. Bu shu rayondan tepilgan qimmatli ibtidoiy tosh qurollar deb aytish bo'ladi. Uningdan boshqa ibtidoiy insonlarning mana cho'qig'ichi ba'zi o'lgan ba'zi yemeklik narsalarni cho'qib yumshatib nima qilishga shunday to'g'loq toshlarni ishlatgan narsa ekan. Bu to'g'loq toshlar shu rayonda 100 dan ortiq tepildi hozirmi bor. Bachang ibtidoiy inson iznasidan ko'na tosh qurol davri, yangi tosh qurol davri va bronza davriga taalluq bo'lgan tepilmalar uchirgandan boshqa yana insonlarning yangi madaniyat davriga qadam qo'yganligini isbotlab bera oladigan tepilmalarni uchratqili bo'ladi. Mana shu tepilgan mush sapalning ustidagi shu odamning sapal ko'zining tutqichi hamda mush tutqichqa odamning hajvi qapartma
surati tushirilgan. Bir qaramaqqila bir xil oddiylik ham eningdiki nayti ustulik bilan chiqarganligi ko'rinib turdi. Buning yenidan bayqalgan hamda shu mana shu narsa odamni hang-tang qoldirdi. Buni faqat va faqat ayollar, bizning qadimgi ajdodlarimizning ayollari balkim go'zallik uchun mushuni mujdaq sukab, mushiningdan chiqqan qisman o'ndilarni o'z qismiga sukish orqali ancha-muncha ayollar go'zalligining balkim ehtiyoj tufaylidan yasalgan bo'lishi mumkin deb qarashga bo'ldi. Buni hamda uningdan boshqa turmushda hech qanday turmush amaliyotida qo'llanishning bir ehtimolini ko'zlab bo'lgani bo'lmaydi. Yana ama aqatidikariz ufuning tarkibi biz hozir ishlatayotgan ufularga o'xshash, mushunda aqalatdagi bir xil narsa chiqadi. Bachang ibtidoiy inson iznosidan 4 kilometr sharqda yana bir ibtidoiy inson iznosi bor bo'lib, bu joy 2002-yili qishda bayqalgan. Men turayotgan bu joy Hangray ibtidoiy inson iznasi bo'lib, bu joy yaqinga topilgan ibtidoiy insonlar iznasining eng oxirgi bir bo'ligi. Bu joy bilan otish odimining bosh suyanki topilgan joyning oraliqi 25 kilometrdan oshadi. Bu joydan topilgan topilmalar ayni vaqtdagi ibtidoiy insonlarning faoliyat qilgan shu davrni yuritib berishda qimmatli material bo'lib hisoblanadi. Bachang Hangray ibtidoiy inson iznosida 5000 dan ortiq Budda diniga vakillik qiladigan qabrlar saqlangan. Bu joydan yana ko'na va yangi tosh qurol davriga oid tepilmalar qezib olingan. Bu yerda ayni vaqtda tosh bilay, tosh qurollarni, qo'pol tosh chaqmalarni uchratgan. Mana hozir biz uchratgan shu tosh munchoq. Uningdan boshqa bu menimcha ayni vaqtda yasalganimiz shu ya qo'ng'iroq shekillik bir narsa o'xshaydi. Bumi yoki mistin emas, yoki bir ma'lum narsa emas. Bu qaraganda shu bronza qurollardan yoki tuch materiallardan yasalgan qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa bu yerdan topilgan shu okeanning uchi Paptushk ibtidoiy inson iznasidan topilgan okeanning beshi bilan faqat o'xshash emas. Atush Ağu tavasidagi 20 necha kilometr doira ichidagi Ko'nitosh qurol davriga oid tepilmalarning tepilishi mushu doira ichida ibtidoiy insonlarning faoliyat qilganligini dalillab qolmasdan balki Atush odamining toshga aylangan bosh so'ngiga munosabatlik tarixiy iznalar va moddiy isbotlarning tepilganligidan derak beradi. Bu tepilmalar ayni vaqtdagi ibtidoiy insonlarning iznasi bo'libmi, otish odami yashagan shu davrdagi tarixiy reallikni yo'ritib berishda muhim rol o'ynaydi. Otish odamining toshga aylangan bosh so'ngigi va uningga munosabatlik tepilmalarning tepilishi bu rayonda insonlarning Ko'nitosh qurol davri mezgilida faoliyat olib borganligini tushuntirdi. Bu bayqash arxeologiya sohasida emas, balki nurg'un sohalarni qimmatli tadqiqot materiali bilan ta'minlaydi. Sirliq hikmatlarga to'yingan bayqash programmamiz mana bu yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.